同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2。今天我们要学习的是我们这个第1单元的第2部分。那一样，在学这个我们的课文向前冲之前呢，我们要先学习我们的生词总动员。那이kinci dersining shu birinchi darsdan keyin ikkinchi bölümündeki生词 yani ham sözler bilan bir tanışıp o'taylik. 第一个花花，一个草字头，然后呢一个单人旁，撇竖弯钩，花。Bu xatni biz burun oldida o'rgangan vaqtimizda nima deb o'rgangandik? Gul deb o'rgangandik. Masalan, bir dast gul, 一朵花，一束花degandek gap. 那么gul setib elish bo'lsa mayxua. Masalan, Anılar bayramida opamga bir dast gul sovg'a qildim. 母亲节我给妈妈送了一束花。母亲节我给妈妈送了一束花。那但是在这一课里面，这个花是什么意思呢？它是不是 gül 不是的啊，在这一课里面，这个花呢，我们学的是 serp qilish。那比如说 vaqt serp qilgan bo'lsa， 花时间，花时间 pul serp qilgan bo'lsa， 花钱，花钱。那 misal olsak， 办这件事情我花了2个月的时间。Bu ishni bajarish uchun men 2 oy vaqt sarf qildim。办这件事情我花了2个月的时间。那么除此之外呢，我们还可以说这个花钱degan bo'lsa， 比如说 men bugun sirtqa chiqib 5000 ko'ylak savdo qilibman degan bo'lsa， 我今天出去花了5000元啊，我今天花了5000元 desak bo'ladi。花 sarf qilish。下面少少数，然后2个点一个撇。yana bir xat bor shunga o'xshab qoladigan 小，那个是竖钩撇点。那小呢是 kichik， 少呢是 oz。这个呢，我们以前学这个 qanchalik degan vaqtimizda o'rgangandik。多少 masalan qancha pul desak 多少钱，多少钱deb o'rgandik。那么多少 qanchalik， 少yolg'iz kelgan vaqtida oz deganni bildirdi. Masalan bu tomoq bek ozgan, bashimizga yetmaydi desak， 这饭太少了，不够5个人吃。这饭太少了，不够5个人吃 desak bo'ladi. Undan boshqa yana masalanga mushu 少ninki kam degan ma'nosi bor. Masalan， 我想买一台电脑，mening bir kompyuter sotib olg'im bor。我想买一台电脑，lekin 1000 ko'y kamlab qoldi desak， 可是少1000元，可是少1000元。那qo'shib kelsak， 我想买一台电脑，可是少1000元。这个地方的少，它的意思是什么呀？ kam degan ma'noni bildirdi。好，那下面一个词呢 ，go go 怎么写的呢？一个句子的句，看呢呀呢，一个多少的一个多。那 go degan bu xatniki ma'nosi yetarli degan ma'noda chiqadi。比如说，那masalan我的孩子在上大学，我问我的孩子啊，我说生活费每个月给你1000块钱，够不够？我说turmush pulga har oyda 1000 ko'y bersam yetamdi？生活费每个月给你1000块钱，够不够 desak bo'ladi。yetarlikmi， 够不够，或者是够吗deb so'rasak bo'ladi。Undan boshqa mushu masalan mushu birasi behjiq so'zlab ketgan bo'lsa, jiq qo'tildab ketgan bo'lsa, bo'ldi qil degan vaqtimizda 够了 desak bo'ladi。你够了，可以这么说。这是够。
然后呢，记上面是一个宝盖头，一个大，一个可。avatish degan ma'noda 记衣服 kiyim avatish 记钱 pul avatish 记 avatish。那么一般情况下 pochtadan avatganni 记deymiz。xat avatish bo'lsa 寄信。那比如说冬天到了，我给你寄了一些冬天穿的衣服。qish kelib qoldi, sizga mushu qishda kiyadigan kiyimdan avatib berdim。冬天到了，我给你寄了一些冬天穿的衣服。寄 avatish。那uningdan boshqa hozir biz mushu pul avatgan vaqtimizda burun mushu pochtadan yo'llaydik. 现在是 bankadan yoki bo'lmasa mushu undilar orqali yo'llasak bo'ladi。就到银行去的时候呢，bankaga borgan vaqtimizda我们一般说是汇款。那我们用手机直接就是可以转账啊。转账desak bo'ladi。那寄钱deb hozir ishlatamiz, lekin hozirgi寄钱呢biz tabiiylam nima deb o'ylaymiz desak, 就是ya bankadan ya bo'lmasa o'sha telefon orqali degandek。好，下面一个用，那撇横折钩，横横竖，我们以前学过一个生活用品，对吧？ishlatishbuyumlari degandek。那么在这个地方，这个用的意思呢，就是 ishlatish。masalan kitobni ishlatgan bo'lsak 用书，qalam ishlatgan bo'lsak 用笔，nimani ishlatsak 用什么什么什么东西啊。比如说我用电脑查了很多资料。Men kompyuter ishlatib nurg'un mushu materiallarni topdim, izladim。那我用电脑查了很多资料degandek。这个是用。那么用degan bu xatni biz yana mushu用不用degan vaqtimizda，用不用degan vaqtimizda，它可以表示什么呢？用不用，它可以表示hojati bormi yo'qmi yoki bo'lmasa lozimmi lozim emasmi degan vaqtimizda 用不用 desak bo'ladi。masalan muallim bu tekstni yodlamamdiq desak， 老师这篇课文用不用背？这篇课文用不用背？那uningdan boshqa buni yozishning hojati bormi yo'qmi desak， 用不用写？用不用写 desak bo'ladi。那么yordam qilishim kerakmi esa 就是yordamimga muhtojmisiz lozimmi degan vaqtimizda 用不用我帮你？用不用我帮你 desak bo'ladi va 用 ishlatish degan ma'noda chiqadi。好，下面一个呢，政府，正一个正确的正，然后呢一个反文旁，府呢是一个广，一个单人旁，一个寸，政府，hükümet deganni bildirdi。那 hükümetimiz bizga nurg'un yordamlarni qildi desak， 政府帮了我们很多忙，政府帮了我们很多忙 desak bo'ladi。那xalq hukumatda oyoqda degan bo'lsa， 人民政府在那儿，人民政府在那儿 desak bo'ladi。yana masalan dadam hukumat mushu idorasida ishlaydi degan bo'lsa， 我爸爸在政府单位工作，我爸爸在政府单位工作 desak bo'ladi。下面呢，为了这个字呢，我们以前也学过。那为了deganning ma'nosi uchun。比如说biz uchun ota-onamiz nurg'un jafolarni chekdi desak， 为了我们父母吃了很多苦，为了我们父母吃了很多苦。那sen uchun men bu fursatdan voz kechdim desak， 为了你我放弃了这次机会
为了你，我放弃了这次机会。Desek buludu。好，这是为了。下面一个呢，帮助，帮助，横横横，三个横撇，然后呢，这边是一个小耳刀，下面是一个金，助是姐姐的姐的一半啊，竖横折横横提，然后这边是一个力，帮助，yardım beriş。那ben sizge yardım beray, siz bana yardım beren bolsa，我帮助你，你帮助我。Desek buludu啊，帮助。Yardım gerek mi？需要帮助吗？需要帮助吗？那么用不用那些噻？用不用我帮助你？用不用我帮助你 ？Desek buludu， 帮助 yardım。脱贫，脱这个字呢，前面是一个月啊，然后后面呢是说话的一个说呢。也里面苏西到这把能给你一个口，然后下面是一个儿。贫呢，是分，米诺的分，听的分撇呢，然后横折勾撇，奥斯的一个背，竖横折撇点。脱贫，脱的ген 좀 더 이시비듯이脱衣服키미시시 되는 게 이시. 빈 дегенimiz намрат. 토핑 болған жағда намратлықны есебеттейш десек, яғни бұл сөзніңкі мәнісін бұлап маңуды намратлықтың құтылыш десек болуды. 比如说 біздің кәнеттікілер намратлықтың құтылды десек, 我们村已经脱贫了. 我们村已经脱贫了 десек болуды. 脱贫намратлықтың құтылыш. 好，下面一个回来，回来。好，回我们以前也学了，来呢也学了。Aldın kıtlıktığımız bu söz üyengen vaxtımızda 回去diyen sözünü üyengen o 回去. Bu kıtım üyengenimiz 回来. 回来'nin ki mənisi qayıtıp gelmek. 回去diyen qayıtıp beriş, 回来 diyen qayıtıp keliş. Dadam qayıtıp geldi. 爸爸回来了，爸爸回来了。Siz kaçan qayıtıp gelirsiniz? 你什么时候回来？你什么时候回来 ？Desek buldu. 回来，qayıtıp gelirse. 原来如此，原来如此。原就是一个长，一个白，一个小。来就是 keliştike 来。如一个女，一个口，此呢竖横竖提撇竖弯钩。原来degenimiz aslida， 如此degenimiz bundak。那原来如此就是 asli bundakganda degani原来如此deymiz. Ya'ni biz ma'lum bir ishninki mushu sababini bilgan vaqtimizda那就是ha asli bundakganda desek bo'ladi. 那比如说原来如此，他没有来是因为生病了呀。asli bundakganda Onunki kelmegini kesel sebebinden bo'ldi da. 原来如此，他没有来是因为生病了呀。degandagi 原来如此是你们的 bildik deymiz. 原因sini bildik a. 原因sini. 缺撇横横竖，然后呢竖折竖，横折横撇捺缺 can。比如说vaqtken bo'lsa缺时间，缺时间。那么pulken bo'lgan bo'lsa缺钱，odamken bo'lsa缺人。那比如说 sizlarning bu yerga odam kammi， 或者说 odamga muhtojmi？ 你们这里缺人吗？你们这里缺人吗 deganga o'xshash. 缺 deganimiz kam. 好。Masalan, mening hech qanday narsam kam emas bo'lsa, 我什么都不缺，我什么都不缺 desek bo'ladi. 好，下面一个呢，从撇点撇点
从든那么مثلا ürümçi든 베이징가 desek 从乌鲁木齐到北京从乌鲁木齐到北京那birinci betten 10. bettikçe desek 从第一页到第10页从第一页到第10页 at degendin keskikçe bolsa 从早到晚从早到晚 desek buludu 好下面一个呢带横数的是3个数然后呢撇横钩和的一个巾毛巾的一个巾带iliş iliviliş almak diyendeki manası var比如说telefonumuzu aldınız mı你带手机了吗你带手机了吗 desek buludu那 ertemanga vaxtınızı minimi ilivilene diyen bolsa 你明天走的时候带上我你明天走的时候带上我 desek buludu Onunla başka şu ağaç gelişti. Bulakmayla biz şu çüştü tamak yiyge vaxtımızda bana bir tamak ağaç gelen deydi o. diyen cevda 你就可以说帮我带饭或者是给我带饭 desek buludu带饭那aldaki man用不用işletip sizge tamak ağaç geley mi ya deb so'ragan bo'lsam 用不用我给你带饭用不用我给你带饭 desek buludu好这个是带那差不多这个差这几个字我们以前都学过了啊bu xatni biz burun ügünüp olduk那差不多的意思是什么呢anca şu farklanıp ketmeydi. Ona就是oturdaki farkı çok emas,或者说yok diyerlik degandek. Mesela ikimizniki boyutluruqi o'xshash bo'lgan bo'lsa, na 我们差不多高 desek bo'ladi. 我们差不多高. Na biz o'xshash paka degan vaqtimizda 我们差不多ay desek bo'ladi. Lekin biz odatda mushu masalan igiz paka degan vaqtimizda İgiz degan ishiltimiz paslarını ishiltib ketmaymizsa bu ahtib narsalarni jiqroq ishiltimiz shuning uchun 我们差不多高 deyishimiz kerak 我们差不多矮 desak bo'lmaydi Andan ikkimizning yishi o'xshib qoladi ekan ancha farqlanmaydi ekan degan bo'lsa 我们差不多大我们差不多大 desak bo'ladi Andan keyin mushu sonlarga kelgan vaqtimizda buni yana taxminan degan ma'nosi chiqadi. Masalan, sinfda taxminan 30 dek o'quvchi bor ekan desak, 班里差不多有30个学生 desak bo'ladi. 班里差不多有30个学生 desak bo'ladi. 下面一个呢，齐点横撇捺还能跟撇竖这个齐呢 mesela biz ilaqi 整齐 degan vaqtimizda radlik degan ma'noda chiqadi. Masalan, 这个房子里面很整齐它的书桌很整齐 uning ustida radlikkan uyning ichida radlikkan degandek. 那齐 yolg'iz kelgan vaqtida 它的意思呢就是 taq hammasi taqob bo'ldi to'liq xo'p bo'ldi degan vaqtimizda chila desak bo'ladi. Masalan, odamlarning hammasi kap bo'ldimi? Ya'ni taxob bo'ldimi degan vaqtimizda, 那我们就可以说人到齐了吗？人到齐了吗 desak bo'ladi. 齐了bo'lsa taxob bo'ldi, 没到齐bo'lsa taxolmadi. 好，下面一个呢是收拾竖折竖然后一个反文旁实呢是一个提手旁一个和收拾 redles diyemem de那 kestim imamba öyünü redlevet 晚上有客人你收拾一下房子晚上有客人你收拾一下房子那 öyünü redlep buldum olsa房子我收拾好了
房子我收拾好了。odatlarda bo'ldim degan gapda 收拾好了 yoki bo'lmasa 收拾完了deb ishlasak bo'ladi. Andan keyingi so'z行 那bu so'zningki ma'nosi bo'ladi. 一个双人旁横横竖钩 那bo'lamdi bo'lmamdi desak 行不行 desak bo'ladi. Masalan, ati birga boraylik bo'lamdi. 明天我们一起去吧行吗明天我们一起去吧行吗 desak bo'ladi. 那bo'ladi bo'lsa 行 bo'lmaydi bo'lsa 不行不行的 desak bo'ladi. 然后呢这个行它还可以表示 masalan 你真行 bo'lgan bo'lsa siz nima degan holsiz deganni bildiradi. 你真行 yoki bo'lmasa 行啊你真厉害 degan vaqtimizda 都是 holsiz deganni bildiradi. 好，最后一个尽快横折横撇捺跟ostdishki talchiki 快速这个一个竖心旁，然后横折横撇捺。尽快deganimiz tezdan， 那就是说ma'lum bir ishni biz imkoniyatning berishi eng tez suratda qilgan bo'lsa 尽快 deymiz. Siz xotirjam bo'ling, men tezdan qaytib boraman desak 你放心我尽快回去 你放心我尽快回去 desak bo'ladi. Andan keyin bu ishni tezdan bajarishingiz kerak desak 这件事你得尽快办 这件事你得尽快办 desak bo'ladi. 好，这个呢是我们的尽快。那今天的词我们学完了，那接下来跟老师一起读一下吧。花少够记用政府为了帮助脱贫回来原来如此缺从带差不多齐收拾行尽快好，那亲爱的同学们，今天我们的家庭作业呢是每一个生词多读几遍，然后每个生词抄2行，选择其中的10个造句造句。topshiriqni chuqur vaqtida ishlanglar。fursat bo'lsa我们还可以听写一下那行，那今天我们的课呢就先上到这里，我们下一期再见。